Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər proqramımızga xoş gəldinglar. Mən Hidayət Musacan. Bugün 9-cu ayının 28-ci günü seyşənbə. Həmənlərimiz şu vaxtda xeyirlik bolsun. Əziz görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər bugünkü xəvərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. Cenevada çağırılıp Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengişinin 48. növbətlik yığınının 27 sentyabr ötküzülgen məxsus irqi qırğınçılıq meselesi haqqındakı muhakeme bölümündə Dunya Uyghur Qurultiyinin reisi Dolqun Aysa əpəndiminin qılğan qısqa notqı jarayonida Xitayning BDT'deki vəkilinin qattiq narazılığı səbəbidən Dolqun Aysa əpəndiminin sözünün iki qitim kesib etilişi küzətküçülərinin güclük diqqətini qozğadı. Yığın riyasətçisi Xitay vəkilinin bu xil yolsuzluğunu bevosita ayıpladı. Mazkur yığında söz qilish salohiyatiga erishgan Dolqun Aysa əpəndi mustabid Xitay hokimiyatining Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikqa asosan mazmun qilingan qisqa nutqini boshlab turishiga Xitoyning BDT'dagi vakili nihoyatda qo'pollik va adabsizlik bilan uning so'zini bo'lib, ya'ni koni muqomini bozorga silib, Dolqun Aysaning bo'lsa Xitoyni bo'lish va parchalashga urinayotgan zo'ravon tashkilot Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi ekanligini va uning BDT yig'inida so'zlash huquqining yo'qligini ta'kidlab, yig'in riyosatchisidan Dolqun Aysa әпәндімнің сөзіні дәрхал тоқтытып етішіне talab qildi. Ammo yig'in riyosatchisi Xitoyning bu xil mutahamlachi talabini rad qilib, Dolqun Aysa әпәндімni yana davomli so'zlashga taklif qildi. Dolqun Aysa әпәнди so'zini davomlashtirayotganda Xitoy vakili yana ikkinchi qitim norozilik bildirib, Dolqun Aysa әпәндімning so'zini bo'lib o'tdi. Ammo yig'in riyosatchisi Xitoy vakilining e'tiroz talabini takror rad qildi. Natijada Dolqun Aysa әпәнди o'zining qisqa nutqini muvaffaqiyatli holda tamomlagan bo'ldi. BDT kishilik huquq oliy kengashi 48 navbatlik yig'inining 27 sentyabr o'tkazilgan irqiy qirg'inchilik masalasi haqidagi muhokamasi mazkur kengash yig'inining eng asosli kun tartiblarining biri bo'lib, Dolqun Aysa әпәнди yig'inda qilgan so'zida Xitoy hokimiyatining Sharq Turkiston xalqiga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoiy qilmishlarini nihoyatda qisqa shaklda izohlab o'tdi va o'zining vatandagi oilasi haqida guvohlik berib, onasi Oyxonning jazo lagerlarida vafot bo'lganligini, o'zining akasi bilan inisining quruq tuhmatlar bilan tutqun qilinib, og'ir qamoq jazosiga hukm qilinganligini ta'kidlab o'tdi. Oldingi qitim chaqirilgan Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining 47. navbatlik yig'ini jarayonida Dolqun Aysa әпәндімning nutqi Xitoy vakilining talbilachi norozilik bildirishi bilan orqa-orqadan 3 qitim uzib etilgan. Ammo yig'in riyosatchisi Xitoyning e'tirozlariga quloq solmay, Dolqun Aysa әпәндімning so'zini to'liq tugatishiga fursat yaratib bergan edi. Yıllardan bu yan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın türlük yığınları ve munberleri Xitoy hokimiyati bilan Dunya Uyg'ur Qurultiyi o'rtasidagi bevosita jang maydoni bo'lib kelmoqda va Xitoy hokimiyati o'zining BDT'dagi nopuzidan foydalanib Dunya Uyg'ur Qurultiyining Dolqun Aysa boshchiligidagi vakillarining Birleşken Devletler Teşkilatı'dagi turlik faoliyatlarini to'sishga urinib kelmoqda. Birleşken Devletler Teşkilatı Kişilik Hukuk Ali Kengashining 48. navbatlik yig'ini chaqirilayotgan 16 sentyabrdan 18 sentyabrgacha Dunya Uyg'ur Qurultiyining uyushtirishi va Amerika Tashqi ishlar ministrligining hamkorligi bilan Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldidagi maydonda Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa jinoiy qilmishlar yoritib berilgan Uyg'urlarning ovozi nomli rasm ko'rgazmasi o'tkazilgan. Maydonga maxsus Uyg'ur chidari qurilgan edi. Angliyadagi asosliq 3 cho'ng partiyaning biri bo'lgan Emgakchilar partiyasining navbatda chaqirilayotgan yillik yig'inida Uyg'ur majburiy emgak masalasining asosliq muzokara tema qilinishi va Dunya Uyg'ur Qurultiyi London ishxonasining direktori Rahima Mahmud xonimning yig'inga bu masala haqida doklad berishga taklif qilinishi Angliya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Rahima Mahmud xonim bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida o'zining yig'inga taklif qilinganligidan intayin g'urur va sharaf to'yganligini, chunki buning Angliya Emgakchilar partiyasining tarixida tunji qitim bir Uyg'urning yillik yig'inga taklif qilinishi bo'lib hisoblanadiganligini, shunga buni tarixiy bir hodisa deb qaraydiganligini ifoda qildi. Angliya Emgakchilar partiyasining yillik yig'ini 25 sentyabr boshlangan bo'lib, mazkur yig'in 29 sentyabrgacha davom qiladi. Yig'inning ikkinchi kuni, ya'ni 26 sentyabr kuni kishilik huquq va korxona ta'minlash zanjiri, Angliya shirkatlarining qul emgakidan foyda ilishining oldini ilish degan temada maxsus muhokama ilib berildi va mazkur muhokama yig'iniga Rahima Mahmud xonim alayda so'z qilguvchi sifatida taklif qilindi. Yig'inga Emgakchilar partiyasining mas'ullari va kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullaridan boshqa yana parlament a'zolaridan xalqaro savdo ishlari taftish ministri Emily Thornberry, Osiyo va Tinch okean taftish ministri Stephen Kinnock qatorliq davlatning muhim arboblari qatnashgan. Rahima Mahmud xonim yig'inda mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi, lager va majburiy emgak tuzumi, Uyg'urlarning majburiy tug'mas qilinishi, madaniyat qirg'inchiligi, Uyg'ur o'smirlarining ota-ona va oilalaridan majburiy ayirib etilishi, majburiy dinsizlashtirish siyosati qatorliq mazmunlarda tafsiliy ma'lumot berish bilan birga, ya'ni yig'in qatnashchilarining Uyg'ur majburiy emgaki haqida so'rgan turli savollarga astoydil javob berdi. Rahima Mahmud xonim yig'in oxirida qilgan so'zida, "Mening yuqorqi bayonlarim noqul holdagi siyosiy bayonlar emas, balki navbatda Sharq Turkistonda jarayon qilayotgan realliklardan iborat" deb ko'rsatdi.
Mazkur muhokama yig'ini Angliyadagi shirkatlarni Uyg'ur majburiy emgakka chetilib qolmaslikqa ogohlantirishni maqsad qilgan bo'lib, yig'inga qatnashgan Angliya hukumatining xalqaro savdo ishlari taftish ministri parlament a'zosi Emily Thornberry bu munosabat bilan muhofizatchi gesining ziyoratini qabul qilganda mundaq degan. Bilganingizdek, yaqinqi yillardan buyon Xitoy hukumatining sistemali qoldi Uyg'urlarni Xinjiang rayonidagi zavodlarda, dehqonchilik maydonlarida, turma va lagerlarning ichida majburiy emgakka selayotganligiga doir faktlar o'ttirg'i chiqdi. Shuningdek, Uyg'urlarni atalmish emgak kuchlarini yo'tkash planiga asosan Xitoyning ichkaridagi shaharlarga majbur yo'tkab, u yerlardagi zavod korxonalarda ishlatmoqda. Angliya matbuotlarida ko'rsatilishicha, yig'in qatnashchilari Angliya hukumatidan majburiy emgak chetishlik bo'lgan shirkatlarning mas'uliyatini surishti qilishda jiddiy tadbir qo'llanishni talab qilgan. Yig'inda yana Angliyadagi ba'zi shirkatlarning Sharq Turkistondagi majburiy emgakka selinayotgan Uyg'urlar tomonidan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilgan bo'lishi mumkinligi ta'kidlanish bilan birga, majburiy emgakka chetilish ehtimolligi bo'lgan import-eksport mollariga qarata tekshirishni kuchaytirish, shirkatlardan mollarning majburiy emgakdan xoli ekanligini isbotlashni talab qilish, uningdan boshqa yana kishilik huquq dafsandichiligiga chetishlik bo'lgan munosabatlik o'rin va shaxslarga jazo tadbirlari, iqtisodiy jazo qo'llanish qatorliq temalarda muzokara olib berilgan. Amerika va Angliya boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlari Uyg'urlar duch zo'r ko'lamli tutqun va siyosiy bostirish harakatini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilgandan keyin buningga mos holda bir qism jazo tadbirlarini o'tirg'i qo'ygan edi. Bularning ijro qilinishiga ergishib bularning ba'zilarining, jumladan majburiy emgakka chetishlik bo'lgan mahsulotlarning Amerika bozoriga kirishini cheklash tadbirlarining haqiqatan zo'r unumga ega ekanligi tezla namoyon bo'lgan edi. Kanadadagi Uyg'urlarning Toronto shahar atrofidagi 148 yillik bir katolik cherkovini setib olib, uni masjid va madaniyat markaziga aylantirganligi chet ellardagi Uyg'urlar orasida nihoyat zo'r g'ulg'ula va talash-tortish qo'zg'agan. Hatto ba'zi Uyg'ur qarindoshlarimiz bu xil harakatning mazkur cherkovning xristian jamoatini ranjitadiganligini ta'kidlashgan edi. Amaliyotda bo'lsa, Kanadada bu qadimiy cherkovni setib olish uchun Uyg'ur jamoati tomonidan qurilgan hay'atning avval cherkovning rohiblari va jamoati bilan ko'p qitim uchirish ilib berib, ularga Uyg'urlarning vaziyati haqida tushuncha berganligini va ularning to'liq roziligini va qo'llashini olgandan keyin, ondan bu qadimiy cherkovni setib olishni qaror qilganligi o'ttirg'i chiqdi. Uyg'ur masjidiga o'zgartirilgan Monit Karmel birlashma cherkovi 1873 yili bilan 1874 yili orasida William Millish ismli bir arxitektor tomonidan selingan Italiya romanistik fasonidagi qurilishdir. Mazkur cherkovning oxirgi popi Robin Wilke apandi Uyg'ur masjidining 25-sentabr kunidagi ichilish murosimiga taklif bilan qatnashgan aziz mehmonlarning biri bo'lib, u murosimda qilgan so'zida cherkovning farqli bir e'tiqod guruhining qo'liga o'tgan bo'lsa-mu, biroq uning yana bir ibodat o'rni bo'lib saqlanib qolganligidan mamnun ekanligini aytgan va Xitoy hokimiyatining Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan zulm siyosatini qattiq ayiblagan edi. Pop Robin Wilke 27-sentabr Erkin Osiyo radiosining ziyoratini qabul qilib, o'zining murosimda ijobiy ta'sirotga ega bo'lganligini bildirdi. U mundaq dedi: "Umuman aytganda, men nihoyat umidvor va intayin ijobiy ta'sirotga ega bo'ldim. Ba'zi so'zga chiqquchilar Uyg'urlarning Xitoydagi ahvolini tafsiliy bayon qildi. Ularning so'zi tarbiya xarakterlik bo'ldi. Mening tushuncham buni nihoyat ijobiy tajriba bo'lganligida." Robin Wilkening aytishicha, bu cherkov ko'nrab qolg'achqa uni davomli yanglab turishga chiqin olmagan. Koronavirus yuqumining tarqalishi bilan ular cherkovni setishning vaqti keldi degan nuqtaga kelgan. Robin Wilke cherkovni Uyg'ur jamoatining setib olganligi, binoni asrashning amdi ularga qolganligini bildirdi. Monit Karmel birlashma cherkovi g'arb ellari ba'zi musulmon davlatlari tomonidan islomiy fobiyachilik, ya'ni islom dushmanligi qilish bilan ayblanayotgan bir vaqtda masjidga o'zgartirilgan. Kanada Sharq Turkiston jamiyatining mas'ullarining aytishicha, ular bu cherkovning burungi xristian jamoatini ichilish murosimiga taklif qilib, bu o'rinning Xitoyning irqiy va madaniyat qirg'inchiligiga uchrayotgan Uyg'urlar uchun qanchalik muhim ekanligini tushundirgan. Bu cherkovning xristian jamoati ularga qoyil bo'lganligini, Uyg'urlarni qo'llaydiganligini, hech bo'lmasa bu o'rinning bir ibodatxona bo'lib saqlanib qolganligiga xursand bo'lganligini aytgan. Undan boshqa yana mazkur qadimiy cherkov joylashgan rayonning yerlik aholisida hech qanday bir e'tiroz yoki rohatsizlik yuz bermagan. Aksincha, ular bu qadimiy cherkovning Xitoyning eg'ir zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarning islom va madaniyat markaziga o'zgartirilganligidan mamnun bo'lganligini ifoda qilishgan. Kanada parlamentida Uyg'ur irqiy qirg'inchilik qarori qabul qilingandan keyin Uyg'urlar masalasi Kanadaning yerlik xalqi ichida to'nilgan masalalarning biriga aylangan. Kanada xalqining Uyg'urlarga bo'lgan hissdoshligi va qo'llashi kundan-kunga kuchayib borgan edi. Yaqinda Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi atalmish terrorlik, oshqo'llik degandek siyosiy qalpoqlar bilan tutqun qilingan Uyg'ur boylarga oid millionlarcha dollar qimmatidagi mol-mulklarning elektronlik savdo tor bekiti bo'lgan Taobao torida kim ortiq qilib sotilganligini bayqagan. Kishilik huquq qurilishi e'lon qilgan dokladda aytilishicha, Taobao tor betining adliya kim ortiq savdosi bo'limida odatda jinoiy delillarda yoki qarz vaqtida qaytarilmaganlikdan musodir qilingan mol-mulklar sotiladigan bo'lib, bu dokladda turmadagi Uyg'urlarning mol-mulklari sotilgan 12 delil ko'rsatilgan. Ularning aniqlashicha, Sharq Turkistonda sud doiralari 2019-yildan boshlab kam deganda 21 nafar Uyg'ur boyga oid oila elektr saymonlari, uy mulk va shirkat paycheklari qatorliq oz deganda 150 mulkni Taobaoda kim ortiq qilib setishga chiqargan bo'lib,
Ularning torbetda qo'yilgan umumiy qiymati 84 million 800 ming dollar ekan. Bu mulklar asosan Xotan Lop noyalik sot va Qashqar soti tarafidan chiqarilgan ekan. Dokladda yer olgan misollarning faqat birida Xotandagi Abdunabi Bakri ismli bir kishiga tava bo'lgan va 2019-yili 40 million yuan, ya'ni 6 million dollardan ortiq pulga yaraydigan bir binoning bir necha qitimliq kim ortiq sodisidan keyin 2020-yili 2-oyda Jang Yunji ismli bir Xitoyga 4 million dollardan ortiq pul setib berganligi ko'rsatilgan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishining tadqiqotchisi bu vaqtda matbuotlarga qilgan so'zida, yuqorqi bu setish e'lonlari tutqun qilinadigan Uyg'ur savdogarlarning musodir qilinayotgan mol-mulklari haqida hozirgacha bayqalgan eng konkret va rasmiy isbot bo'lib hisoblanadi. Biz albatta ularning mol-mulklarining oqibatini faraz qilgan bo'lsakmi, biroq qo'limizda rasmiy isbot yo'q edi. Shunga bu intayin muhim. Yana bir nuqta bo'lsa, Sharq Turkistondagi ilib berilayotgan qo'lga ilish va keng ko'lamlik tutib turish ko'lamini ko'zda tutganda, yuqoridagi bu 12 dili Uyg'urlarning mol-mulklarini musodir qilishning intayin oz bir qismiga vakillik qilishi mumkin. Biz buni mustaqning ko'ringan qismi deb qaraymiz deb ko'rsatdi. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi bostirish harakatlarida Uyg'ur puldorlari va egilik tikliguvchilari izchil holda bostirish obyekti bo'lib kelgan. Bu ahvol bo'libmi Xitoy hukumati 2017-yili lagerlarni qurib, Sharq Turkistonda keng ko'lamli tutqunni boshlagandan keyin egallangan ma'lumotlarda nurg'unlagan Uyg'ur savdogarlari, puldorlarning majburiy g'oyib qilib o'tilganligi yoki terrorlik va boshqa oshqo'llik qatorliq jinoyatlar bilan kesilganligi oshkorlanmoqda. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi Xitoy hukumatining ziyolilar va diniy dohiylarni o'z ichiga olgan ijtimoiy sarxillar qatorida savdogarlarni nishonlaganligini, chunki ularning puldorlarni jamiyatdagi o'rni va Uyg'ur madaniyatini qo'g'dashdagi roli sababidan partiya va davlat organiga tahdid deb qaraydiganligini eskartgan. Kiloyi xonim bo'lsa boylarning mol-mulklarini musodir qilish irqiy qirg'inchilikning eng muhim elementlarining biri deb ta'kidlagan. Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bu vaqtdagi izohotida yana mol-mulkni musodir qilish dunyoning nurg'un joylaridagi irqiy qirg'inchiliklarning eng muhim elementlarining biri bo'lgan. Buning Uyg'ur jamiyatiga ko'rsatadigan ta'siri haqiqatan zo'r bo'ladi. Chunki u jamiyatdagi ma'lum bir qismning ojizlashishini, chatga qiqilishini keltirib chiqaradi. Shunga bu voqea intayin muhim va biz bu masalaga yanada ko'p diqqatga erishish kerak deb qaraymiz deb ko'rsatdi. Dunyoning har qaysi ellarida faoliyat olib berayotgan Uyg'ur tashkilotlari vatanimiz Sharq Turkistonning Xitoy kommunistik hokimiyati tarafidan ishg'ol qilib olinganligining 72-yilligi munosabati bilan oktabrda mustabid Xitoy hokimiyatining ishg'oliy va irqiy qirg'inchiligiga qarshi keng ko'lamli norozilik namoyishlari o'tkazishga hozirlanmoqda. Yevropa Uyg'ur institutining uyushtirishi, Dunya Uyg'ur Qurultiyi, Gollandiya Sharq Turkiston tashkilotlari ittifoqi, Yevropa Uyg'ur akademiyasi, Belgiya Uyg'ur jamiyati, Norvegiya Uyg'ur komiteti qatorliq ko'plagan tashkilotlarimizning hamkorligida 2-oktyabr Parijda Uyg'ur qirg'inchiligiga qarshi yurish nomli zo'r ko'lamli namoyish va yurish o'tkazildi. Parij vaqti soat 14 Bastilla maydonida boshlanadigan mazkur namoyish haqida tarqatilgan e'lon kartiga xalqaro jamiyatning gunohkorcha jimjitligini buzayli va Xitoyning Uyg'urlarga qarshi ilib bo'lgan jinoyatlarni e'tirof qilishini, uningga qarshi hukm chiqarishini talab qilayli deb yozilgan. Dunya Uyg'ur Qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan bugun istansimizga qilgan so'zida Yevropada, jumladan Fransiyada va Fransiyaga qo'shni ellarda yashayotgan Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni milliy manfaatimizni hammadan a'lo bilib, 2-oktyabr Parijda o'tkaziladigan birlashma namoyishga aktivlik bilan ovoz qo'shishga chaqirdi. Mazkur namoyishning muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun Yevropa Uyg'ur institutining raisi doktor Dilnur Rayhan xonimning boshlamchiligida maxsus tayyorlik guruhi qurib chiqilgan bo'lib, navbatda namoyishning tayyorlik xizmatlari oxirgi bosqichga kirdi. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi күндилик xəvərlər pirugrammisi diqqətinizə sunduq. Keyin qaytamliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishcha omon bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh.